Tushuntir mana shuni. 2 metr masofada daraxt bor. Daraxtning oldidan otilib chiqdi odam. Shuni oyog'imni ushlaganda badan titrab ketdi. Nima sababdan bo'lgan bu ishni qilgan inson? U inson nima sababdan? Shuni yuzi boylangan, yuzi yo'q, ana boylanib tashlagan. Ha, maskada. Shuni oyog'imdan ushladi, oyog'ni mashinaqasiga bit ana qildim-da, itdan tupurladim-da. Sumkamdan shart ushladi. Ha. U birinchisi ko'rganim uzoqroq dedi u odam. Ha. U ikki kishi yopishganda meni ushlardi. Bir kishilik uchun Uzoqdagisi uzoqroq dedi. 10 metr uzoq dedi. Nariga 2 metr. ha. Shuni tapirib turib oldi, u so'mkani u kelguncha so'mkani olib bo'ldi mendan. Men oldinga qarab yugurdim, qarasam o'zi agar qarasam ular oldi so'mkani tepaga qarab chiqyapti. Mashina yo'liga qarab. Ha. Mashina yo'liga chiqyapti, yetdimmi, yugurib ketdimmi? Men respublikaga aloqa chiqdim. O'zbekiston meni qo'riqlab turadigan insonlar bor. O'zbekistonda O'zbekiston meni analiz qilib turadigan odamlar bor. Xo'p. Ularga aloqaga chiqdimda